menga qarang. Har oy kelayotgan pulni to'xtatib qo'yadigan bo'lsangiz, mendan xafa bo'lmang. Ishxonangizga borib, sharmandangizni chiqaraman. Tushundingizmi? Choying tayyor bo'ldimi? Ha, tayyor. Singling turdimi yo'qmi? Bugun dam olish kuni-yu, birpas uxlasin turadi-da. Qachongacha o'sha kasting, rol o'ynayman deb likkillab yurmoqchi bo'lyapsan? Oyi, o'qishni endi tugatgan bo'lsam. Shunaqa yuravermasdan pul topishga harakat qil, qizim. Harakat qilyapman, oyi. Mana kecha kastingdan o'tdim, kinoga olishdi. Kinoga olishdimi? Xo'sh, qancha berishdi? Yo tekinga tushdingmi? Boshlanishiga unaqa ko'p emas. Keyin sekin-sekin ko'tariladi-da. Qizim, bu dunyoda puling bo'lmasa, odam emassan. Ha, oyi aytgancha, kecha bir e'lonni ko'rgandim. Raqs gruppasiga kasting bo'layotgan ekan. O'sha yerga borib ko'rsammikan? Xo'sh, u yerda raqs o'rgatishadimi? Keyin to'yga chiqsa bo'ladimi? Voy qizim, unda zo'ru. To'yga chiqsang вообще zo'r bo'lar, bolam. Bilasanmi? To'yda shunaqa ko'p pul ishlasa bo'ladi. Jaraq pul ishlasa bo'ladi, bolam. Voy, yaxshi. Negishi bolam, mengachi ikkita tuxum chiroyli qilib qo'g'irgin, ustiga mundoq pomidorlar. Xo'p, bolam, xo'p.